Undan tashqari yana bitta ma'lumotni sizlarga aytib qo'yishim kerak. Tushunib olishlaringiz bu juda ham muhim. Agar siz chorvador bo'lsangiz, chorvaga qiziqsangiz, bu qanaqa desangiz, masalan, O'zbekiston sharoitida juda ko'p chorvadorlardan eshitasiz. Bo'rdoqiga boqishda yoki umuman masalan bir sigirni kelajakda tarbiyalash uchun xunajinlarni boqishda ko'pincha bunaqa yo'l tutishadi. Suyagini yetiltiramiz birinchi deyishadi-da, yillarni cho'zishga harakat qilishadi. Yillarni masalan 2 yildan sal oshib hayvonni yetiltirish yoki Yevropa sharoitida 18 oyda yetiltirib so'yishgacha olib borishayotgan bo'lsa, bizda shu yillarni kechiktirishga harakat qilishadi. Birinchidan suyagi yetiladi deyishadi, keyin yana ko'pchilikda shunaqa tushuncha mavjud va ko'pchilik buni oqlashadi ham. 4 ta tish buzganidan keyin, ya'ni 4 yoshga to'lganidan keyin juda tosh bosadi deyishadi. Lekin bu fikrlarni men veterinar sifatida xato deb o'ylayman va buni isbotlab berishga harakat qilaman. Bunda ikkita narsada yo'qotishadi odamlar. Bu nima desangiz, birinchidan qanchalik hayvonni saqlayotgan kunlaringiz uzun bo'lsa, shunchalik uni kunlik tirikligini saqlab qolish uchun ko'proq energiya sarflaysiz. Bu nima degani desangiz, har 100 kilo tirik vazni uchun qoramollarda o'rtacha 90 yoki 70-90 kilojoule oralig'ida energiya sarflanadi. Bu shunchaki na semirib, na ariqlab ketib, bir xil saqlanib qolishi uchun. Hech qanaqa plus ham minus ham bo'lmaydi. Tirik yashab berish uchun kunlik har 100 kilogramm tirik vazniga shuncha energiya sarflanadi. Buni siz tushunishingiz uchun birgina ozuqa turida misolini tushuntirib beraman. Masalan, beda bor, yong'ochqani quritilgani beda. 1 kilogramm bedada 8-9 kilojoule energiya mavjud bo'ladi. Bu degani har 100 kilogramm tirik vazni uchun bedani o'zidan iste'mol qilsa, kuniga taxminan 10 kilogramm beda iste'mol qilish kerak hayvon. Bu na ariqlab ham ketmaydi bunda, semirib ham ketmaydi, shunchaki tirik yashab beradi. Bu kundan keyingi kunga o'tadi. Ertangi kun yana shuncha energiya talab qiladi u tirik yashab berish uchun. Bu degani kunlar qancha oshsa, hayvonni boqayotgan odam uchun shunchalik qo'shimcha xarajat ko'p sarflanadi. Shunchaki hayvon tirik yashab berish uchun shuncha energiyani berib yuboryapsiz, chekkaga tashlab yuboryapsiz. Tushunyapsiz, ha? Bu tomoni agar tushunarli bo'lsa, ikkinchi yo'qotish omilini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Masalan, ikkinchi yo'qotish omili shuki, hayvonni jadal o'sish davri bor. Bu o'sha yoshlik paytida bo'ladi. Aytaylik 6 oyligigacha bo'lgan davr yoki 1 yilligigacha bo'lgan davrda hayvonlarni masalan zotlariga qarab farqlanishi mumkin bu oylarda. Turlicha jadal o'sish davri bor. Bizda nega bu joyda yo'qotishadi chorvadorlar deyapman. Bizda o'sha kunlarni cho'zishni hisobiga hayvonga yetarli, masalan, na to'yg'izishadi, na och qoladi. Bir xil energiyani olib yuradi, daraja bo'lmaydi. Shu paytda jadal o'sish davrini o'tkazib yuborishadi-da, keyin 4 yil kutib yurishadi suyagini yetiltiraman deb. Aslida suyak yetilish davri o'sha birinchi 6 oylik yoki 1 yilligigacha suyagini o'stirib olishingiz uchun eng optimal vaqt. Tushunyapsiz, ha? Eng optimal vaqtni o'tkazyapsiz-da, 4 yil keyin suyagini yetishtiraman deb o'zingizni sarson qilyapsiz, mehnat qilyapsiz bitta hayvonga. Xuddi bir tovuqqa ham suv kerak, ham don kerak deganday, masalan, hayvonlaringiz ko'p bo'lsa bilinmasligi mumkin, lekin bitta bo'lsa, faraz qiling, bitta hayvoningiz bor. O'sha bitta uchun 4 yil sarson qilyapsiz o'zingizni. Aslida 1,5 yilda yetiltirib so'yib yuborishingiz mumkin edi. 4 yilning ichida 3 marta almashtirsangiz bo'ladi. To'liq noldan boqib yetishtirsangiz. Agar 6 oylik, 8 oylikdan olsangiz, 4 yilning ichida bitta hayvon emas, men endi bitta hayvonni olsak, noldan 4 yil vaqt olayotgan bo'lsa, bu vaqtning ichida
Siz 2-3 marta almashtirsangiz bo'ladi, yangisi olib eskisini topshirib. Ikkita yo'qotishning omili shunda. O'zi burdoqlash deganda nima nazarda tutiladi desam, burdoqlash qoidaga ko'ra shunaqa. Bizga shunday o'rgatishgan. Burdoqlash degani me'yordan ortiq oziqlantirish degani. Tushunyapsiz-a? Siz sulagini yetildiraman deb kunlik xarajatlarni beryapsiz, shunchaki havoga tashlayapsiz. Hayvon yetilmasdan turibdi yoki juda sekin yetilyapti. Ozgina me'yordan oshiqcha oziqlantirgan bo'lganingiz uchun agar shunaqa joylar bo'lsa, kam-kam, sekin hayvon ulg'ayadi. Shuni hisobiga siz yo'qotishda bo'lasiz. Shuning uchun bosish kerak. Hayvonni jadal o'sish davrida yetiltirish kerak, tez semirtirish kerak va soqqani qilish kerak. Tezroq almashtirsangiz o'zingizga yaxshi. O'zi shundoq ham O'zbekiston sharoitida mana O'rta Osiyoda qurg'oqchilik, orol qurishi, undan tashqari hayvonlarni oziqlantirish uchun o'sha resurs yetishmasligi, ozuqa defitsiti kabi muammolarni ko'p gapiryapmiz-da. Lekin bu chorvachiligimizga zarba berayotgan, aytaylik, 10 tomildan atigi bittasi. Bu chorvachilikni orqaga tortayotgan narsalar, sabablar aslida juda ko'p. Bu qurg'oqchilik, bu oziqa yetishmovchiligi degan omillarga e'tibor berasizda, bitta nuqtaga qarab qolgan 9 tasini umuman e'tibordan chetda qoldirasiz. Shuni hisobiga yillab hayvon boqasiz, pulimni to'plab beryapti deysiz keyin. Pulimni bir joyga yig'ib beradi bu deysiz. Aslida foyda qilish kerak. Institutda o'qib yurgan paytlarimiz ustozimiz Qurbon Norboyev shunaqa deganlar. Professor, chorvador foyda ko'rishi shart deganlar. Tushunyapsiz-a? Foyda ko'rmayapsizmi, siz chorvador emassiz. Keyingi videoda ko'rishguncha bitta manzaraga baho berib qo'ying. Mana bu Germaniyada yog' va undan tashqari hayvonlarga buni, demak, yog' olingandan keyin qoladigan shirot uchun ekiladigan raps o'simligi ayni gullash paytida hozir mana bugun 10-may. Barchangizga sog'lik tilayman. Savollar bo'lsa xursand bo'lardim. Videoni chorvador do'stlaringizga tashab qo'ying yoki mana shunaqa vaqtni cho'zib boqadiganlarga tashab qo'ying. Menimcha manfaatli bo'ladi. Sog' bo'lasiz.